Soliq mobil ilovasi orqali fiskal modulga to'lov amalga oshirish tartibi. Fiskal modulga to'lovni amalga oshirish uchun avvalo soliq mobil ilovaga kiriladi. So'ng to'lovlar menyusi tanlanadi va fiskal modulga to'lov bo'limiga o'tiladi. Keyingi bosqichda tadbirkorlik subyektining STIR yoki DSHR raqami kiritiladi. Ma'lumotlar kiritilgach, tizim avtomatik ravishda to'lov summasini shakllantiradi. Kiritilgan ma'lumotlar yana bir bor tekshirilgach, foydalanuvchi bank kartasini tanlaydi va davom etish tugmasini bosadi. Shundan so'ng tasdiqlash tugmasi bosiladi va shu bilan to'lov jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanadi. Eslatib o'tamiz, Vazirlar Mahkamasining 943-sonli qaroriga muvofiq tadbirkorlik subyektlarini fiskal modul yoki virtual fiskal modul bilan ta'minlash va operator tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar uchun yilda bir marta bazaviy hisoblash